YouTube do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan Sardor. Bugungi videoda Free Fire'ga cheat o'rnatish o'rganamiz. Birinchi uchratda Telegramga kiramiz. Like bosib, obuna bo'lib, subscribe bo'lib qolinglar, iltimos. Mana shu videoda xo'sh, 100 tami 90 80 kami 70 ta like bosib yuboringlar, iltimos do'stlar. Mana shunda ketdik unda. Cheat FF bot deb yozamiz. Mana cheat FF bot chiqib keldi. Chiqib keldimi, startni bosamiz. Bosdingmi, kanalga obuna bo'lish kerak. Men obuna bo'lib bosib qo'yaman. Obuna bo'ldim do'stlar. Endi cheatni yuboraman. Cheatni mashinaga kiramiz. Kirganda mashinani yuklash kerak. Upgrade noma'lum ma'lumot yotdi. O'rnatishni bosamiz. O'rnatamiz. O'rnatilyapti endi. Endi do'stlar, o'rnatilgandan keyin video kamerani yoqaman. Bo'ldi, o'rnatildi do'stlar. Endi bunga kiramiz. Kirgandan keyin narsa so'raydi bizda. Narsani yoqib qo'yish kerak. Yo'qdik. Endi bundan chiqamiz. Endi narsa so'rabdi. Biza enter bosamiz. Bosdik. Garani, hop, chiqdi. Endi narsa so'rabdi bu. Endi mana buni bosamiz. Dumaloq narsani. Chiqamiz. Endi yana kiramiz. Kanalga obuna bo'lyapti. Obuna bo'lib qo'ydik. Endi yana kiramiz. Profil ruxsat berishni bosamiz. Mana cheat o'rnatilyapti. 400 mi, 300 mi megabaytlarni oladi. Hozir o'rnatiladi. O'rnatilib bo'lgandan keyin do'stlar yoqaman kamerani. Ana do'stlar yoqildi, chiqarib yubordi. Endi yana kiraman. Kiramanmi? Cheat o'rnatildi уже. Enter bosaman yana. Boyagidek narsa qilaman. Granat chiqdi. Free Fire уже. Mana narsa so'rabdi. Xo'sh, nima qilish kerak ekan? Bunaqa narsalar kerak emas. Yana chiqamiz, yana kiramiz. Mana уже A degan narsa turibdi. Уже yoqildi bu. Yoqildi bu. Agar mamdoq qilib, mana to'rtburchak narsani bosib, niyatni bossanglar, yana cheatingiz yo'qoladi. Keyin yana boshqatdan qilishingizga to'g'ri keladi. Do'stlar, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha video chiqdi. 6 ta video. Mana Free Fire'ga cheat o'rnatish уже. Chiqarib yubordim. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, iltimos sizlardan. Kimga Free Fire kanalim kerak bo'lsa, cheatlar mana Free Fire cheat degan kanalim bor. Mana shu YouTube'ga tashlab yuboraman. Opsionasida bo'ladi, kommentariyasida. Endi buni ochish kerak. Go'estni bosamiz. Ana kirdi. Ana endi kirdi do'stlar. Ism qo'shish kerak, nima qilish kerak? Men shunaqa kanalim bor. Endi bunga kiramiz. Endi unaqa qilamiz. Videoda yoqaman. Kirib bo'lgandan keyin yoqaman videoni. Mana do'stlar kirdi. Mana cheatim turibdi. Yoqaman. Hak bilan yoqib qo'yish kerak. O'shanda ko'rinadi. Bu
Bu bo'ldi. U seni oldiga boradi. Kerak emas bu chut. Qotib qoldi menda. Urib qo'ydi meni. Bilmasdan unaqa bo'lib qoldi. Do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan Sardor bo'ldi. Hammaga xayr.